sünnetning qo'g'dalganligiga tarixiy dalillar bormi degan bir savolimiz bor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ınki hayatın maksat gap sözleri, iş hareketleri, faaliyetleri dünya tarihida Adem Aleyhisselam'dan ta bugün kadar qanchalik bir şahs, qandaq meşhur şahs o'tgan bo'lishini qat nazar dünya tarixi misli ko'rilmagan darajada ajoyib ahamiyatga erishgan. Ko'ngil bo'lish erishgan. Hech kim bundan ko'ngil bo'lish erishib bakar emas. Chunki biz payg'ambarimizdan tug'ilgandan tortib ta bu dunyodan ketgan kadar bo'lgan bütün ishlarning hammasini ro'shan, aniq holatda bilamiz. Xaritasi oldimiz aniqmiz aniq. Bununga o'xshash bir shaxs, bununga o'xshash boshqa bir payg'ambar, bununga o'xshash bir faylasuf, bununga o'xshash bir dahi bor dunyo tarixida yo'q. U qadar tafsilimi, u qadar ro'shan musulmonlarning zihniyatida, kallasida u qadar ro'shan. Nima uchun u ro'shan desa? Chunki Muhammad alayhisalom oddiy bir inson emas. Oddiy bir faylasuf emas. Oddiy bir dahi emas. Oddiy bir davlat raisi emas. Bu bir payg'ambar. Peygamber olamı dünyavi peygamber bütün insanlar. Peygamber olamı kıyamet gün kadar bundan keyin neçe ming yıl bo'la olsa kıyametke şu insanların bir peygamber. Bu şahs vahiy kelib turgan, hayotini vahiy bilan idora qilgan, vahiy bilan kontrol qilgan, vahiy bilan yuzlantirilgan bir şahs. Bütün insoniyat ulgu bo'lgan, o'rnak bo'lgan, mukammal şahs. Hech qanday tarafdan ayib nuqson topilmaydigan komil bir inson. Bu xususiyat, bu alaylik başka bir şahsda kim bo'lishga topilamiz dünya tarixida topilmaydi. Bu haqiqatni sahabi kiramlar, tabiinlar ve uningdan boshqa musulmonlar his qilib yetgan payg'ambarning alayligini, xususiyatlarini. Bu sababdan bular payg'ambar alayhisolamning hayotini, gap so'zlarini, ish harakatlarini, faoliyatlarini, oila hayotini, ijtimoiy hayotini, iqtisodiy ishlarini, kelishimnoma olsun, siyasi hayat, devlet idare qilish bo'lib qolsin, bütün ishlarning hammasini xotirlab manqamiz, xotirlab. Xo'sh. Naql qilgan, boshqalarga yetkizgan. Eng muhimi tarix kitoblarida bayon qilgandek, biz avlodlarimizga, bolalarimizga payg'ambar alayhisolamning hayotini Qur'on yodlatgandek yodda tutib hisobini. Ammo afsuski bu Qur'on inkorchilari yoki islom inkorchi bu haqiqatni bilmaydi. Peygamberinin hayatını Kur'an'dan sur yadlatkandak yadı tutuk dedi. Demek sahabelerinin evlatları Peygamber Aleyhisselam'ın kıygan gap sözleri, hadisleri, sünnetleri yak iş hareketlerimiz Kur'an yadlagandak yadlaydı dedi. Bu roşan mesele. Bu derecede sahabeler bununla köngül bölgen. Sahabe ve sahabedin kiyinki biz ötken hep toxtaldık sahabeler devirde tabilerdir, qanchilgan hadis kitaplarının yazılganlarga şuna müracaat qilsa bo'ldi, xalqalla. Sahabe ve sahabelerden tangdassız sahada, yani tangdassız bir hadis şunas alimlar, bu sahada yetişken bir alimlar dünyaya geldi. Çoğun hadis şunaslar. Keyin geldimiz, keyin u derecede udak alimler gelmedi. Sahabelerden tangdassız hadis şunas, sünnet ulemalar geldi. Bular Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini qaysi ras, qaysi yalgan, qaysi aciz, qaysi to'g'ri, qaysi xato hammasini ayırdığımız. Ayırgan vaqtida nafsiy xohish bo'yicha emas, inchki o'lcham bo'yicha. Bugunga qadar so'z tadqiq qilishda, jumla tahlil qilishda yoki diniy hujjatlarni zizavri qadar, harfi qadar, so'zi qadar o'lchamsa tahlil tadqiq qilishda bunda bir metod hozirgacha gap boqmaydi. Hech qanday bir madaniyatda bu metod yo'q hozirgacha. Buni islom ulamolar keşif qilib chiqdi bu hadis shulaslik ilmi. İnchki o'lcham bo'yicha qaysi to'g'ri hadisdan, qaysi o'lcham tushadi, qaysi o'lcham tushmaydi. Bayon qilgan odamning o'lchami bormi yo'q, bu metod bilan hammasi bayon qilib beramiz. Saqsaq kesal. Ma o'lchamlik, ma o'lchamiz aniq bayon qilib berdi. Ham bu vaqtda dunyo tarixida zo'r hajmlik payg'ambar alayhisolamning sharakatlari, so'zlari bayon qilingan hadis kitoblarini qoldirib ketdi. Agar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni himoya qilgandek, sünnetni himoya qilmagan bo'lsa, bu sünnetga qilingan hujumning ko'pligidan sünnet allburun dunyodan yo'qolib ketgan bo'ladi. Agar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni himoya qilgandek, sünnetni himoya qilmagan bo'lsa, sünnet qilingan hujumning ko'pligidan, islom dushmanlarining ko'pligidan sünnet allburun yo'qolib ketgan bo'ladi dunyoda. Payg'ambarning hayotidan keyin
Şia paydo bo'ldi. Xavorijlar paydo bo'ldi va boshqa aqimlar paydo bo'ldi. Qur'on kelgan vaqtida ba'zi undan deb baqqan bo'lsa, ammo sunnat to'g'risida har turli botiniy aqimlar paydo bo'ldi. Bugunga qadar islom maydon kelgan payg'ambarning hayotidan keyin sunnatga u darajada dushmanlik yuz berdi, ammo sunnat yo'qolmadi. Ammo sunnat o'ziniki qaddi qomatini yo'qotmadi. Nima uchun desa, Alloh taolaning bu sunnatni boshqa bir usul bilan, boshqa bir sabab natij qonuniyati bilan himoya qilganlik uchun bu sunnat peshin tutib hozirgacha sog'lom kesal deb ayrilib musulmonlarga yetkazilib keldi. Qiyomat kun qadar bu bo'yicha davomlashadi. Mana bu haqiqatlar nimani ko'rsatsa, Allohning sunnatni Qur'onni qo'ydigan o'xshash qo'ydiganligini ifodalaydi, odamning ko'ngli xotirjam qiladi. Masalan, buning misolini biz olaylik. Tushunish ko'rash uchun. 90-yillarda Amerikada Furqon deydigan Qur'ondan bir maydon chiqdi. Qur'on bo'lsa Qur'on. Besildi bo'lsa Amerika zavodlarida besildi. Amerika istixborot tarafidan besildi. Lekin buni payqanada jihad oyatlari chiqarib o'tdi. Musulmonlarning jihad ideyasini yo'qtimiz deb Qur'ondan biz besibdi. Ammo bu Qur'on bozor chiqmaylan, butun qiymatini yo'qotdi. Inkor qildi musulmon. Qur'on emas bu. Bir oyat olsa Qur'ondan chiqarib o'tilsa, darhol musulmonlar e'tiroz inkor qildi. Rad qildi. Buni Yahudi joyatlar qilib baxtimiz jihad oyatlarini chiqarib o'tdi. Baqara surasidan va boshqa yerda Qur'on mujda bozor sotib baxtib bumi oqmadi. Demak, musulmonlar o'zining dinini qo'g'dashga kelgan bu qadar sezgur. Bu yangi davrda bergan bir misol. Shunga o'xshash hadisdimi? Avu mavu deb qasa qabul qilinadi. İnchik o'lcham bo'yicha zaman tatib surishti qilindi, tahqiq qilindi, tekshirildi, sog'lom holatda zanjirsimon kitoblar bilan bizga yetib keldi. Bu yana bu nimani ifodasi? Alloh taolo payg'ambarimizni oxir bir payg'ambar qildi. Bu yerlik payg'ambarimizdan nubuvvatniki, sahobalarniki islomni qabul qilishi bilan yoki islomni o'rganish bilan tugdimi yoki tugmadimi? Tugmadi. Peygamberimiz kıyamet kadar nebi mi oldu nebi? Bunun nebilik ispatı nima? En çok mucizesi Kur'an-ı Kerim, akli mucize, ruhi mucize. Ondan başka bir mingdan artık mucizeler. Bu peygamberimizin nubuvvetlik süpti Allah'ın kıyamet günü kadar davamlaşır. Bu nim bile ispatlandı. Bu sünnet inkarcıları oynaş lazım. Demek bir yerde dinin asasını, Kur'an, sünnet ve dinin asası qo'llash orqali Alloh taolo payg'ambarimizdan qiyomat kun qadar nabiy ekanligini isbotlamoqda. Buni xulosalasa, nimani tushunamizsa, Qur'onning bayoni va shar'iy bo'lgan sünnet Alloh tarafidan himoya qilingan. Qur'onning bayoni shar'iy bo'lgan sünnet Alloh tarafidan himoya qilingan. Alloh taolo Qur'oni Karimni qalblar yodlatib himoya qilgan bo'lsa, sünnetni toplangan kadar bunu yodlatib himoya qilgan, bir bölük sahabeler, bir bölük tabiinlar, bir bölük alimlar yezish orqali himoya qilgan. Bu mu sünnet mi? Qur'onga o'xshash yodlash va xotirlanish orqali himoya qilingan. Buningga o'tgan hafta bir qism dalil Pokistonda bayon qildik, ham bu ulum hadisda yoki hadisshunos ilmida bu mashhur gap. Endi yana bir misol alsak, bu tarixin sünnet İslamdan ikkinchi qonunshunoslik manbasi. Agar sünnet olmay qolib qolsa, islom dini mukammal bir dinlik süptini tutib tura olamdi. Tutib tura olmaydi. Mukammal bir shariat bo'la olam, bo'lolmaydi. Xo'sh. Mayli ibodat sohasi bo'lsin, mayli sotsial sohasi bo'lib qolsin, mayli ijtimoiy tuzum sohasi, hattoki siyosiy soha bo'lib qolsin, bir mukammallik meton tutib tura olmaydi. Demak, bu sunnatni inkor qilgandan keyin nima ish chiqarsa, bu islom naqs. İslamda bir kamçilik var. Akidiste, belki erkanları bilen biraz ziyemesi mümkün. İbadette, ahlakta, ictimai tuzumda, iqtisadi tuzumda, medeniyette, dünya qarashga vaqtida bir 90-101. Mana dal din düşmanları, İslam düşmanları bu noktani qilib dini hücum qilish uchun bu sünnetni, İslamning emili hayatı olan sünnetni Qur'ondan ayirish orqali İslamni yo'qtimiz deb bu sapsatini o'tirg'a chiqadi. Ama afsuski bir kısım ansızlar, bir kısım savaşsızlar, bir yanılık yartıvatımız. Bu milletine zalaletten hidayetki başlayımız deb sünnet inkar qilish orqali Qur'onni inkar qilmoqda, islom dinini inkar qilmoqda. Şoň bir yerde
Bu Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini yaratmaydiganlar. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın qaysi bir felasif o'xshab vaqt o'tib ketgan bir shaxs deb qaraydiganlar. Agar Qur'onni samimiy ishondigan bo'lib qolsa, tavba qilish lozim. To'g'ri yo'lga qaytish lozim. Ham bu o'zlarini Qur'onchilar deb atab boshqalarni ozdurayotganlar, bular hidoyat yo'lga qaytish lozim. Ham bular oldinib ketayotgan yoshlarimiz bu zalolat yo'ldan, kufr yo'ldan, ozg'unlik yo'ldan yangicha dinsizlik yo'ldan bulardan tavba qilib qaytib kelish lozim.